Sanoatni jadal rivojlantirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, mahallalarni chinakam xalqona institutga aylantirish, aholi murojaatlariga o'z vaqtida e'tibor berish. Mavzular ko'p, muddao esa bitta: xalqqa xizmat qilish, odamlarning manfaatlarini ta'minlash. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Toshkent shahar Olmazor tumanida bo'lib joylardagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvol bilan bevosita tanishuvi mohiyatida ham ana shu xayrli maqsad mujassam. Poytaxtning eski shahar qismi olib borilayotgan keng ko'lamdagi bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari natijasida ko'rkam qiyofa kasb etib bormoqda. Davlatimiz rahbari Nurafshon va Farobiy ko'chalari kesishgan hududda Olmazor tumanida qurilishi mo'ljallangan ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar bilan tanishar ekan, azim kentimizning bu go'shasini yanada obodonlashtirish bilan bog'liq rejalarda eski shaharning tarixiy ahamiyati, bu yerdagi odamlarning talab va istaklarini hisobga olish kerakligini alohida ta'kidladi. Jumladan, Olmazor tumani hududidan oqib o'tuvchi Qichqiriq kanali bo'yida barpo etilishi ko'zda tutilgan yangi bog'da ham bu jihatlar o'z ifodasini topishi zarur, dedi prezidentimiz. Xususan, aql charxi hisoblangan shaxmat shashka maydonchalarini qurish, milliy musiqalarni tinglab orom oladigan joylarni tashkil etish, Abdulla Qodiriy va Cho'lpon kabi adiblarimiz ijodini mutolaa qiladigan kutubxonalarni yaratishning ahamiyatiga urg'u berildi. Mamlakatimiz rahbari bu bog' Toshkent shahrining madaniyat va ma'naviyat uyg'unlashgan markazlaridan biriga aylanishi lozimligini uqtirdi. Bu yangi barpo qilinadigan bog'da ota-bobolarimizni an'analari, urf-odatlari, hayot udumlari ko'rinib turishi kerak. Prezidentimiz bu bo'yicha qator bir topshiriqlarni berdilar. Bu barpo etiladigan bog'ning loyihasida ko'priklar, charxpalaklar, supalar, sumalak, halim qiladigan joylar. Umuman olganda bu bog' odamlar bo'sh vaqtini mazmunli bir o'tkazadigan joy, madaniy hordiq chiqaradigan joy bo'ladi. Bu bog' 2018-yil Navruz bayramiga ishga tushishi rejalashtirilmoqda. Bu yerda shuningdek kichik halqa yo'li va Qorasaroy ko'chalari oralig'ida joylashgan sobiq Chinda zavodi hududida barpo etilishi rejalashtirilgan ko'p qavatli turar joy binolari loyihalarining ham taqdimoti o'tkazildi. 5,16 gektar yer maydonida ko'p qavatli 12 ta uyning qurilishi belgilangan. Bunday imoratlarni loyihalashtirishda xorij tajribasi ham o'rganilmoqda. Mamlakatimiz rahbari barpo bo'lajak mazkur uy-joylar avvalo shu hududdagi ehtiyojmand oilalarga berilishini ta'minlash, qurilish sifatiga alohida e'tibor qaratish yuzasidan aniq ko'rsatmalar berdi. Asosiy 30% 3 xonali, 70% 2 xonali. Bu har bitta xonadonda o'zi zamonaviy sanitar normalari, zamonaviy isitish tizimlariga asosan qurilyapti. Binoning ichidagi joylashgan liftlari dunyoning so'nggi modellari asosida rejalashtirilyapti. Bitta ko'p qavatli uyni o'rta hisobda 45 kunda hajmiy bloklar bilan bitiriladi. 45 kun, 50 kun ichida pardozlashlari, kommunikatsiyalar bitadi. Taqdimotlar binokorlik sohasini mantiqiy davom ettirdi. Binokor temir beton servis qo'shma korxonasi negizida yangi innovatsion liniyani ishga tushirish ko'zda tutilgan. Ushbu quvvatda binolar uchun turli hajm va ko'rinishlardagi qurilishbop panel va konstruksiyalar tayyorlanadi. Shu joyning o'zida mana shunday qurilish materiallari asosida bunyod etilishi mumkin bo'lgan zamonaviy ko'p qavatli turar joy binolari loyihalari ham namoyish qilindi. Taqdimotlar manzili hisoblangan bu maydonda yaqin kunlarda eski shahar savdo markazi qurilishi boshlanadi. Majmuaning umumiy maydoni 8220 kvadrat metr bo'lib, qurilish ishlariga 46 milliard so'm sarmoya yo'naltirilishi ko'zda tutilmoqda. Bo'lajak universal savdo markazidan do'konlar, ofislar, galereya va kafelar, shuningdek bolalar o'yin maydoni, servis xizmati nuqtalari, trenajyor zallar, atrium hamda avtoturar joylari o'rin oladi. Mamlakatimiz rahbari uning qurilish maydonini ko'zdan kechirar ekan, loyihani yanada takomillashtirish, xususan unda kitoblar olami savdo nuqtasi uchun keng o'rin ajratish, milliy badiiy filmlar namoyish qilinadigan kinozal tashkil etish, markaz ko'rinishida eski shahar qiyofasiga monand o'zgacha uslublarga yondashish, atrofni obodonlashtirish yuzasidan zarur tavsiyalar berdi. Mamlakatimiz prezidenti eski shahar bu haqiqiy qadimiy poytaxtimizning markazi va shahrimizning qadimiy va tarixiy ufuri kelib turishini ta'kidlab o'tdilar. Shu yerda bir fikr bildirdilarki, shu maskan 2 emas 3 qavatli bo'lsa, 3-qavatida kitob do'konlari hamda kinoteatrlar joylashsa degan bir fikr bildirdilar. Biz harakat qilamiz, albatta shularni inobatga olamiz. Ushbu savdo markazini kelasi yil Navruz arafasida ochilishi mo'ljallanyapti.
Bugungi kunda yurtimizda qariyb 10 mingga yaqin fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyat yuritmoqda. Muhimi ularning barchasi o'zbekona urf-odat va qadriyatlarini o'zida mujassam etgan holda aholini aniq maqsad asosida manzilli va ijtimoiy qo'llab-quvvatlab kelyapti. Shu bois ham obodlik degan keng qamrovli tushuncha avvalo mahallada aks etadi. Prezidentimiz o'zining har bir fikrida odamlar bilan ko'proq muloqotda bo'lish, ularning dard va tashvishlari, orzu-niyatlari, hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaqindan bilish muhim ahamiyatga ega ekanini alohida qayd etadi. Ushbu jihatlar davlatimiz rahbarining Olmazor tumanidagi Tabassum mahalla fuqarolar yig'iniga tashrifi davomida yana bir bor namoyon bo'ldi. Prezidentimiz bu yerda avvalo nuroniylar va faollar bilan suhbatda bo'lib, ularning turmush sharoiti bilan yaqindan tanishdi. Ushbu mahallada ayni paytda 1605 ta oila mavjud. Bu yerda istiqomat qilayotgan yoshlar esa 623 nafarni tashkil etadi. Bizning birinchi vazifamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev, farzandlarimizni intellektual jihatdan kuchli, bilimli, madaniyatli etib tarbiyalash. Buning uchun esa ularda kitob o'qishga bo'lgan ko'nikmani shakllantirishimiz lozim. Muloqot davomida prezidentimiz tumanni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, mavjud qarzdorlikni bartaraf etish, qilinayotgan har bir faoliyat zamirida avvalo odamlarning og'irini yengil qilish, ayniqsa ehtiyojmand oilalarga e'tibor qaratish. Bu borada esa barcha mutasaddilar o'z ishida mas'uliyatni his etishi lozimligini ta'kidladi. Yoshlarimizning intellektual salohiyatini oshirish, ilmiy ma'rifiy adabiyotlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish, xalqaro standartlar darajasida O'zbekiston ilm fanini rivojlantirish, respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarining dunyodagi eng nufuzli universitetlari bilan hamkorligini yanada kengaytirish, bir so'z bilan aytganda yuksak salohiyatli mutaxassislarni tayyorlashga ta'lim tizimidagi dolzarb strategik vazifa sifatida qaralmoqda. Ayni maqsadda Olmazor tumanidagi talabalar shaharchasida barpo etilishi rejalashtirilgan majmua loyihasi taqdimoti o'tkazildi. Mamlakatimiz rahbariga ushbu loyihaning muhim jihatlari haqida axborot berildi. Aslida ushbu loyiha axborot resurs markazi sifatida taqdim etilgan edi. Davlatimiz rahbari ushbu masala qanchalik dolzarb ekanligini inobatga olib, yoshlarimizning kamoloti uchun bu loyihaga yanada chuqurroq yondashish zarurligini ta'kidladi. Axborot resurs markazini Respublika Oliy ta'lim vazirligi qoshidagi O'zbekiston talabalar milliy ilmiy ma'rifiy markazi deb nomlash taklifini bildirdi. Ushbu loyihani eng nufuzli xorijiy universitetlar hamkorligida amalga oshirishga e'tibor qaratdi. Prezidentimiz yangi xalqaro darajadagi ilmiy ma'rifiy maskanga asos solishni ta'kidlab, oliy ta'lim muassasalari ilmiy prorektorlarining ilm fanini rivojlantirish bo'yicha kengashini shu yerda shakllantirish, markaz imkoniyatlaridan samarali foydalangan talabalarga sertifikatlar va xorijiy ilmiy markazlarda ta'lim olishlari uchun imtiyozlar berish, shuningdek har bir soha bo'yicha maxsus kartoteka yaratish kerakligini aytdi. Va shu yerning o'zida turib, yurtimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalariga onlayn tarzda istalgan ma'lumotlarni yetkazib berish imkoniyatini yaratish taklifini ilgari surdi. Shuningdek, markazda dunyodagi eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari uchun alohida xonalar ajratilib, talabalar, zarur bo'lsa o'qituvchilar uchun masofaviy ta'limni yo'lga qo'yish, xorijning salohiyatli professorlari leksiyalarini tashkil qilish, ularning tajribasini o'zlashtirish, shu bilan birga olimlarimizning ilmiy tadqiqotlar natijalarini targ'ib qilish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Prezidentimiz mutasaddi vazirliklarga markaz hududini obodonlashtirish yuzasidan ham vazifalar yukladi. Shuningdek, yoshlar masalasiga kengroq yondashib, farzandlarimizning bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazishlari, ularning ilm faniga qiziqishini oshirish, turli yot g'oya va oqimlar ta'siridan asrashda bunday maskanlar muhim o'rin tutishini alohida qayd etdi. Tahlilchi ekspertlarning fikricha, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan taklif etilayotgan yangi tashabbus va ulkan g'oyalarning amaliyotga joriy etilishi yaqin kelajakda mamlakat iqtisodiyotining jadal rivojlanishi, xalq farovonligining keskin ortishiga zamin bo'ladi. Ishlab chiqarish maydonlari va sanoat korxonalari sonining ko'pligi jihatidan alohida ahamiyatga ega bo'lgan Olmazor tumanida ham davlatimiz rahbarining ko'rsatma va aniq topshiriqlari asosida amalga oshirilishi ko'zda tutilayotgan istiqbolli loyihalarning soni talaygina. 10x Toshkent mas'uliyati cheklangan jamiyatida bugungi kunda sutkasiga 20 tonna natriy kalsiylik zamonaviy shisha idishlar va turli ko'rinishdagi billur qandillar ishlab chiqarilmoqda. Prezidentimiz dastlab Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan mazkur ishlab chiqarish quvvatining imkoniyatlari, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatini ko'zdan kechirdi. Bugungi kunda oldimizda turgan eng muhim vazifa, dedi Shavkat Mirziyoyev. Mamlakatning iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqqan holda tezroq korxonalarni texnik va texnologik jihatdan yangilash, ular yordamida import o'rnini bosuvchi, raqobatbardosh, eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarish. Bu ishlar zamirida esa xalqni tadbirkor qilish orqali oilalar, hududlar va davlatni boy qilishdek ezgu g'oyalar mujassam. 10x Toshkent mas'uliyati cheklangan jamiyat 2014-yilda tashkil bo'lgan va bizning jamiyatimizda chet eldan, ya'ni Italiya va Germaniya davlatlaridan yangi uskunalar olib kelgan. Bizning uskunalar yangi bo'lgan uskunalar bugungi kunda kuniga 20 tonna shisha idish
ishlab chiqaradi va shu jarayonda biz 200 ta bo'sh ishchi o'rin yaratdik. Bizda 30 xildan ortiq shisha idishlar chiqariladi, eng yuqori sifatli. Bugungi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich kelib bizga alohida topshiriqlar berdi. Ya'ni bu turlarni yana ko'paytirish, import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish. Shundan so'ng 2017-2018 yillarda Olmazor tumanining sanoat va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish yo'nalishida amalga oshiriladigan investitsion loyihalar haqida ma'lumot berildi. Qayd etilganidek, tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturiga ko'ra birgina 2017-yilda 434,3 milliard so'mlik 232 ta yangi loyiha amalga oshiriladi. Oziq-ovqat, yengil sanoat, charm poyabzal, farmatsevtika, eltex va kimyo sanoatlari hamda qurilish sohalarida ishga tushiriladigan ishlab chiqarish obyektlarida 2500 ga yaqin yangi ish o'rni vujudga keladi. Davlatimiz rahbariga shahar aholisini kasanachilik bilan shug'ullanishlari uchun to'liq imkoniyat yaratib beradigan bir necha moliya muassasalarini o'zida jamlagan yana bir loyiha. Uning afzalliklari haqida ham so'zlab berildi. Unga ko'ra, qishloq joylardagi aholi shaxsiy tomorqadan qanday qulayliklar asosida foydalanib, turmush tarzini yaxshilayotgan bo'lsa, shahar aholisi ham mazkur loyihaga ko'ra kasanachilik bilan shug'ullanadi. Prezidentimiz mazkur loyihaning aholini ish bilan band qilish borasidagi ahamiyatini inobatga olib, uni tez fursatlarda amalga oshirish yuzasidan ko'rsatma berdi. Hududlarda kichik sanoat zonalari tashkil etish hisobiga bo'sh turgan yer maydonlari va binolardan samarali foydalanib, ko'plab ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish mumkin. Eng muhimi, tadbirkorlar uchun ham barcha sharoitlarga ega bo'lgan qulay imkoniyatlar yaratiladi. Prezidentimizga shu yerning o'zida Olmazor tumanida tashkil etilishi mo'ljallanayotgan 3 ta kichik sanoat zonasi haqida ma'lumot berildi. Ularni ishga tushirish natijasida 20 gektarga yaqin yer maydonida ishlab chiqarish obyektlari foydalanishga topshiriladi. Ular orasida xalq farovonligini ta'minlaydigan ko'plab loyihalar mavjud. Bular quyosh batareyalar, isitish moslamalaridan tortib kompozit detallar, yog'och mahsulotlari, bolalar o'yinchoqlari, tibbiyot yo'nalishidagi muassasalar, dori vositalari ishlab chiqarishga mo'ljallangan ko'plab korxonalardir. Shavkat Mirziyoyev bu yerda taqdim etilgan har bir loyiha, uni amalga oshirayotgan tadbirkorlar bilan ularning o'y-xayollari, istiqboldagi rejalari yuzasidan samimiy muloqot qildi. Mamlakat rahbari bugun yurtimiz tadbirkorlarining dunyoga chiqib, o'z mahsulotini sotadigan vaqti kelganini, buning uchun esa barcha imkoniyat va salohiyatini ishga solishga tayyor ekanini bildirdi. Biz hozirgi kunda mana metallga va yog'ochga ishlov beradigan, chet eldan olib kelinadigan uskunalarni o'z korxonamizda ishlab chiqaryapmiz. Misol uchun, mana metallarga ishlov berish, yog'ochga ishlov berish, metallarni bukish, uskunalarni o'zimizda chiqaryapmiz. Bu hozirgi kunda juda talab katta bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi. Biz buni ba'zi bir qismini 15-20% gacha bo'lgan ba'zi bir ehtiyot qismlarini chetdan olib kelib, qolganini to'liq o'zimizda o'sha mahalliylashtirish dasturi bo'yicha ishlab chiqaryapmiz. Mana bugun prezidentimiz bizga mana shu ishlab chiqarishimizni kengaytirish bo'yicha yaxshi tavsiyalarni berdilar. Sababi bu dastgohlar hali ham Xitoydan o'sha chet el valyutasiga olib kelinyapti. Biz bu valyutalarni tejash va import o'rnini bosadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha ish olib boryapmiz. Bugun O'zbekiston Respublikasida eng dolzarb masalalardan biri bu qon preparatlariga bo'lgan talab. Aholini talabini qondirish uchun biz bugungi kunda loyihani bir yilda 75-150 tonna qon plazmasini ishlab chiqaradigan, shundan qon preparatlarini tayyorlaydigan korxonalar haqida axborot berdik. Loyihani qiymati 60 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu asosan 48 million AQSh dollari asaga band, 12 million dollarimiz bu tashabbuskor tomonidan. Bugungi kunda respublikamizda 147 mingdan ziyod donorlarimiz bor. Eng dolzarb, zarur bo'lgan qon preparatlarimiz albuminga o'xshagan, immunoglobulinga o'xshagan preparatlar bu tashqaridan keltirilyapti. Bu korxonani tezda ishga tushirishimiz ana shu dolzarb masalani, birinchidan sog'liqni saqlash tizimidagi kasalxonalarni talabini qondirish va asosan aholimizni talabini qondirish. Ya'ni eng dolzarb masalalardan biri tashqaridan kirib kelayotgan qon preparatlariga narx-navosi nuqtai nazardan 2 barobar, 3 barobar arzonga tushadi. Davlatimiz rahbari shuningdek poytaxtimizning Olmazor tumanidagi Imom Termiziy jome masjidida bo'ldi. Prezidentimiz bu yerda asosiy e'tiborini muqaddas dinimiz, uni asrab-avaylash, sofligini saqlash, islom dinining ma'naviy yuksalishimizdagi o'rni, yoshlar tarbiyasi, ularning ertangi kuni uchun mas'uliyat kabi masalalarga qaratdi.
Biz hozirgi kunda mamlakatimiz hududida mavjud bo'lgan barcha tarixiy, madaniy, me'moriy obidalarimiz, muqaddas qadamjo va ziyoratgohlarimizni ta'mirlash hamda obod qilish bo'yicha 5 yilga mo'ljallangan alohida dastur ishlab chiqmoqdamiz. Bu juda muhim ahamiyatga ega, chunki hali biz o'zimiz yaxshi bilmaydigan, o'rganmagan allomalar yurtimizda juda ko'p, dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev. Yaqinda Qashqadaryoga bordik. Surishtirib Al-Nasafiy bobomiz topdikki, 1000 yil oldin aytgan ekan. 1000 yil oldin shunday kitoblar yaratgan ekanki, shu hozirgi adashganlarga 1000 yil oldin boshqa yo'lga kirganlarga dinni yo'nalishi bo'yicha, ey balam, ko'zingni och. Bu noto'g'ri yo'l deb mana shunday kitoblar yozgan ekan. 1000 yil oldin. Xudo xolasa 1 yillarda ichida bir kitoblarini tarjima qilamiz, maqbaralarini qilamiz. Prezidentimiz o'z fikrini davom ettirib, ayni paytda tayyorlanayotgan yana bir muhim dasturga ham to'xtalib o'tdi. Yana bitta qaror qabul qilyapmiz. Dunyoda, Amerikada, Yevropada, Osiyoda va boshqa davlatlarda butun O'zbekiston to'g'risida bir varaq narsa bo'lsa ham sotib olib kelib, o'zimizda shuni jamlashimiz kerak. Mahalla faollari, muhtaram nuroniylar bilan bo'lib o'tgan qizg'in suhbat chog'ida prezidentimiz yana bir yangi tashabbusni o'rtaga tashladi. Xastimon masjidimiz oldida shu xuddi Amir Temur bobomizga qurgan saxovatli muzeyga o'xshab shu yerda ham bir juda katta islom madaniyati markazi qursak. Nima uchun? Dunyodan kelgan odamlarni katta, kichik shu markazga kirgizib, biz o'zi kimligimizni ko'rsatishimiz kerak. Hamma ham Termizini borib ziyorat qila olmaydi, Naqshbandiyni borib ziyorat qila olmaydi. Unga har safar tushuntiramiz, bizning yerlarimiz shunday, bizning shunday ota-bobolarimiz yo'q. Shu fikrga keldimki, biz mana shu Olmazor rayonida shu markazda Xastimon masjidini oldida qursak, bu nur ustiga nur bo'ladi. Sizlarga yaxshi ma'lumki, 2007-yili Islom hamkorlik tashkilotining ta'lim, madaniyat va ilm-fan sohasidagi tuzilmasi ISESCO tomonidan Toshkent islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilingan edi. Bu yuksak e'tirof butun O'zbekistonimizning e'tirofi. Biz xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan ana shunday yutuqlarimizni har taraflama mustahkamlab, yanada kuchaytirishimiz kerak, dedi davlatimiz rahbari. Yangi quriladigan muzey nafaqat Toshkent, balki butun yurtimiz asrlar davomida islom olamiga madaniyat va ma'rifat nurini tarqatib kelganini bamisoli ko'zgudek aks ettirib turishi zarur. Bu yerda musulmon dunyosining faxri, iftixori bo'lgan qadimiy shaharlarimiz, eng mashhur me'moriy obidalarimizning rasmlari, maketlari, qo'lyozmalar va boshqa tarixiy yodgorliklar joy olishi kerak. Eng muhimi, O'zbekiston nomini dunyoga taratgan Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Mahmud Zamaxshariy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Jamshid Koshiy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi singari allomalarimiz bilan birga Imom Buxoriy, Hakim Termiziy, Imom Moturidiy, Abdulxoliq G'ijduvoniy, Najmiddin Kubro, Burxoniddin Marg'inoniy, Bahovuddin Naqshband, Xo'ja Ahror Valiy kabi aziz avliyolarimiz, Lutfiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mashrab, Ogahiy singari shoir va mutafakkirlarimizning har biri haqidagi ilmiy tarixiy materiallar, madaniy meros namunalarini bir joyga to'plashimiz kerak, dedi prezidentimiz. Bu bizning ham tarix, ham kelajak avlodlar oldidagi muqaddas burchimizdir. Shundagina biz o'z yurtdoshlarimizga, chet ellik mehmonlarga mana bizning tariximiz, mana bizning ulug' ajdodlarimiz deb betakror ma'naviy boyliklarimizni ko'rsata olamiz. O'ylaymanki, eng katta tarbiya, eng katta targ'ibot, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish mana shunday amaliy ishlarda namoyon bo'ladi, deb ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Davlatimiz rahbari shuningdek bu yerda Imom Termiziy jome masjidining hozirgi holati bilan tanishar ekan, uni hududning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, milliy va zamonaviy uslubda qayta ta'mirlash borasida o'z tavsiyalarini berdi. Jome masjidini kelgusi yil Navro'zga qadar rekonstruksiya qilish ko'rsatmasi berildi. Shuningdek, bugun poytaxtimizning Olmazor tumani faollari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu yerda ham barcha mavzular ochiq va konstruktiv ruhda muhokama etildi. Ko'tarilgan muammolar hal qilinishining yo'l xaritalari belgilandi. Barcha sa'y-harakatlar oddiy insonlar yumushini osonlashtirish, ularning manfaatlari himoyasiga yo'naltirildi. Uchrashuvda prezident barcha rahbarlarga aniq vazifalar belgilab, hozirgi paytda jamiyatda ijtimoiy adolat tamoyillarini qaror toptirish uchun mavjud imkoniyatlarni ishga solish lozim deya ta'kidladi. Jumladan, davlatimiz rahbari yo'llar va ko'p qavatli uy-joylarning ahvolini keskin tanqid ostiga oldi. Tumanning
yo'l transport va muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasiga aholi ham talabga javob bermaydi. Tumanda mavjud 488 ta ko'chaning 205 kilometr uzunlikdagi qismlari yoki 42% uzoq yillardan beri ta'mirtalab holatga kelib qolgan. Jumladan Kelis yo'li, Usta Shirin, Ahmad Donish mahalliy yo'llari, Shifokor 1 ko'chalari mutlaqo yaroqsiz holatda. Poytaxtdagi mavjud ichki yo'llarning holati bo'yicha eng qoniqarsiz ahvollardan biri bu Olmazor tumanida deb aytsak xato bo'lmaydi. Shuningdek, 508 ta ko'p qavatli uyning yerto'la muhandislik tarmoqlari, 812 ta kirish yo'llari, 55 ming kvadrat metr uy oldi yo'laklari va 3 ming kvadrat metr irrigatsiya tarmoqlari ta'mirtalab holatga kelib qolgan. Shu bilan birga davlatimiz rahbari fuqarolar murojaatlari bilan ishlashning yangi tizimi berayotgan samara haqida batafsil so'z yuritdi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bu jarayon xalqning davlatga nisbatan ishonchini oshirishga xizmat qilmoqda. Olmazor tumani misolida gapirganda, birgina Olmazor tumanidan prezidentimizning virtual qabulxonasiga 17 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan. Ularning asosiy qismi uy-joy qurilishi, kommunal, tibbiyot, ichki yo'llar, pensiya va nafaqalar, bank moliya, kredit olish bilan bog'liq muammolar. Afsuski, ushbu murojaatlarning atigi 8% ijobiy hal qilingan. 90% ga umumiy mazmundagi tushuntirishlar berilgan. 126 tasiga esa 4 oydan buyon javob berilmay kelinyapti. Prezidentimiz befarq bo'lmaslik, xalqqa sadoqat, uning dardu tashvishlari bilan yashash barcha rahbar hamda jamoat tashkilotlari, xususan mahalla raislarining oldida turgan eng asosiy vazifa ekanligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, davlatimiz rahbari qator muammolarga to'xtalib o'tar ekan, hududdagi Langar va Beshqo'rg'on kabi qator ko'chalar ta'miriga muhtojligi, ayrim ko'chalarda esa hattoki yoritish uskunalari ishlamasligi, ko'p qavatli uylar tom qismi va yer to'lalari achinarli holatda ekanini tanqid qildi. Uchrashuvda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga amaliy yordam ko'rsatilmayapti deya ta'kidlandi. Qator to'siqlar hali ham uchrab turibdi. Shuningdek, mahalla raislari va profilaktika inspektorlari o'z vazifalariga nisbatan mas'uliyatsizlik bilan yondashmoqda. Ular har bir xonadonga kirib borishi, aholining holidan doimo xabar olib turishlari zarur. Olmazor tumanida xususiylashtirish jarayonlari ham talab darajasida emas. Jumladan, tumandagi xususiylashtirilgan 45 ta korxona hozirgi kunda iqtisodiy barqarorlikka erishmagan. Shulardan kelib chiqqan holda tadbirda tuman aholisi uchun qulay sharoitlarni yaratish, kommunikatsiya tarmoqlarini ta'mirlash, uy-joy kommunal xo'jaligini isloh qilish, hududlarni obodonlashtirish, biznes faoliyati yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish, aholi uchun zarur ish o'rinlarini yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Yig'ilishda ana shu va boshqa yo'nalishlar bo'yicha mamlakatimiz rahbari istiqbolga mo'ljallangan vazifalarni belgilab berdi.